2022-yil 4-dekabrda tushgan ikkinchi savolni ko'rib o'tamiz. Demak, ketdik mana. Nima deyapti? Mana shu ifodani hisoblab ber deyotgan. Bo'ldi. Demak, mana bunga umumiy maxraj beramiz. Mana 2000 nechtadan beramiz? 22 tadan beramiz. Demak, 2022 ni nimasi bo'ladi? Kvadrati minus 1 ekan. 1 ni kvadrat deb qo'ysak bo'laveradi. Taqsim 2022 mana. Ko'paygan deb olamiz mana buni. 2022 taqsim 2021. Teskari yozib olamizda, bu ko'paytirishga ketkazsak. Ko'paygan 1 taqsim 2023. Bu teng. Xo'p, buni ikkitaga qo'llaymiz. A kvadrat minus B kvadrat turibdi. A minus B, A plus B formulaga ko'ra ikkita qilib yozib olamiz. Demak, bitta ayiramiz 2021 qoladi, bitta qo'shsak 2023 bo'ladi. Taqsim 2022. Ko'paygan. Buni yozamiz endi. 2022 taqsim 2021 ko'paygan 1 taqsim 2023. Endi qaraymiz mana qaysari qisqarib ketadi. Bu bilan bu qisqarib ketar ekan, 2021 bilan 2021 ketar ekan, 2023 bilan 2023. Demak, natija 1 ga teng bo'lgan ekan mana. 1. Endi 1 degan javobni qaraymiz. Demak, A javobga mos kelar ekan. Bo'ldi, shu bilan ikkinchi savolimiz yakunlandi. Endi keyingi savollarga o'tamiz.